Ijtimoiy tarmoqlarda 10-apreldan Green Card lotereyasiga registratsiya boshlanar ekan degan xabar yuribdi. Bu qanchalik rost? Afsuski bu haqiqatdan yiroq. 2026-yil 10-mart kuni AQSh Davlat departamenti yangi reglamentni tasdiqladi. Bu reglamentga ko'ra, endilikda Green Card lotereyasiga anketa topshirayotganda $1 rasmiy to'lov bo'ladi va xorijga chiqish pasporti kerak bo'ladi. Anketa topshirayotganda oxirida shu pasportni tizimga yuklash kerak bo'ladi. Bu xabarni oldin ham biz eshitgan edik, lekin rasman hali tasdiqlanmagan edi. Mana endi reglament ko'rinishida qonunga kiritilib, bu xabar tasdiqlandi va kuchga kirish muddati 10-aprel. Bu degani 10-apreldan demak lotereya boshlanadi degani emas. Bundan tashqari xabaringlar bor, barcha turdagi immigratsioniy dasturlarga, vizalarga hozir pauza e'lon qilingan. Bu pauza to'g'risidagi akt ham Kongressga taqdim qilingan, lekin tasdiqlanmagan. Hozir birinchi navbatda mana shu aktni natijasi kutiladi. Agar pauza akti tasdiqlanib chiqsa, Green Card lotereyasi va boshqa turdagi immigratsiya vizalari vaqtinchalik pauzaga tushadi va qachonki pauzadan yechilsa, mana shu 10-aprelda kuchga kiradigan qonun asosida, ya'ni reglament asosida lotereya davom etadi. Mabodo mana shu pauza aktni Kongress tasdiqlamasdan chiqarsa, demak lotereya boshlanish ehtimoli paydo bo'ladi va lotereya boshlangandan keyin mana shu yangi chiqqan reglament bo'yicha lotereya davom etadi.